UFC tashkil qilishi kerak bo'lgan top 3 ta jang, uchinchisini aniq ko'pchilik kutgan. Va ushbu ro'yxatdagi birinchi jang mag'lubiyatida hakamni aybdor qilib, Hyordzinga hamma intervyusida heyt qilib yurgan Alex Pereira va hozirgi kunda o'zini tresh toki bilan ajralib turgan Josh Hokitt o'rtasidagi jang. Ular o'rtasida o'sha konflikt bor. UFC'ga ham jangdan keyin olib, o'zidan boshqa hammani aybdor qilib, aurasini yo'qotgan Pereiradan ko'ra Josh Hokittni prodvigat qilish выгодныйroq va UFC'ni yangi yulduzi bo'lish uchun hamma narsasi bor. Ushbu ro'yxatdagi ikkinchi jang esa Hamzat Chimayev va Sean Strickland o'rtasidagi revansh jangi. Birinchi jangdan keyin juda ham ko'p savollar qoldi. Ko'pchilik Hamzatni jangni sochishda ham aybladi. Ular o'rtasidagi ikkinchi jangdan unaqa intriga ko'p emas va u faqat Hamzat shunchalik yomonmi yoki Strickland shu darajada yaxshimi degan savolga javob beradi. Va nihoyat bu ro'yxatning 3-o'riniga yetib keldik va 3-o'rindagi jang bu Ilia Topuria va Arman o'rtasidagi to'qnashuv. Ilia Topuria uzoq vaqtga o'yindan chiqdi, lekin Justin kamarni vakant qoldirsa va u kamarga Arman bilan Oliveira jang qilsa, Arman g'alaba qozongan taqdirda birinchi himoyasini Topuriaga qarshi qilardi. Menimcha fikrimga qo'shilasiz. Bizga Justin bilan Topuriani revanshidan ko'ra Sarukan bilan Topuriani jangi qiziqroq. Xullas obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada fikringizni qoldiring.